Saudiyaga, Madinaga kelib qamalib ketib qolishi mumkin ekan. Hozir juda ham bitta xunuk ish bo'ldi. Bizlar bilan bitta samolyotda uchib kelgan hoji akani sumkalaridan 1,5 kilo nos chiqdi. Haligi 1,5 kilo nosni narkotik deb baholab orar ekan va 3 yilgacha ham ozodlikdan mahrum qilishi mumkin ekan. O'shani hozir bu yerdagi o'sha mas'ullari aytdi, sen tilni bilar ekansan. Aytgan narkotik deb baholanishi mumkin bu narsa deb ogohlantirdi meni. Ya'ni o'zbeklarga biroz aytib qo'ygandim. Umra vizalari bo'lganlari uchun oson chiqib ketdilar. Shunda ham baribir 2 soat, 2,5 soat vaqtlarini oldi. Shuning uchun iltimos sizlardan qadrli hoji akalar, hoji dodalar, ushbu muqaddas joylarga kelayotganda shunaqa bir iprisqa jirkanch narsalarni o'zingizlar bilan birga olmanglar. Mana bu yerda aynan shu narsa deb ketib qamalib ketishlik sharmandalik holat bo'lsa kerak. Shuning uchun sizdan iltimos qilamiz. Shunaqa narsani olib kelmanglar.